Warren Buffett o'zini $84,5 milliard ga teng umumiy boyligining $81,5 milliard 65 yoshga to'lganidan so'ng topgan. Bizning miyamiz bunday absurdga dosh bera olmaydi deb 4-bobi Pul psixologiyasi kitobining 4-bobi boshlanadi. Bugun biz shu 4-bobni batafsil gaplashamiz. 20 ta bobdan iborat qolgan 3 ta bob o'tgan videolarda gaplashdik. Bu bobning nomi toma qo'l bo'lur yoxud compoundingning mohiyati haqida. Nima degani? Ya'ni bu yerda nima berilgan, nima bizga nima ma'no berilgan o'zi bu bobda boylikka, katta boylikka darhol erishib bo'lmasligi haqida va ko'p pul to'plash uchun vaqt va sabr kerakligi haqida aytib o'tilgan. Bu yerda boylikni tezlik emas, vaqt yaratadi deydi. Ko'pchilik o'ylaydi, juda aqlli bo'lish kerak, juda katta risk qilish kerak, juda tez o'sish kerak, lekin haqiqat eng kuchli kuch bu murakkab foiz, compound interest deydi. Morgan Housel. Birinchi usul, eng oddiy tushuncha bu yerda murakkab foiz degani pul ustiga tushgan foyda, ya'ni foyda keltiradi. Ya'ni pul ustiga tushgan, masalan $100 10% o'sdi, $110 bo'ladi. Keyingi yil 10% o'sdi, $121 bo'ladi. Keyingi yil yana $133 bo'ladi. Foyda ham foyda ishlab beradi. Foydani o'zi ham foyda ishlab beradi deydi. Bu yerda ikkinchisi, eng mashhur misol Warren Buffett. U milliardlarni eng yuqori daromad bilan emas, eng uzoq vaqt invest qilgani uchun topgan, ya'ni investitsiya kiritgani uchun topgan. Uning boyligining asosiy qismi 50 yoshdan keyin paydo bo'lgan, ya'ni 90% dan keyingi qismi 50 yoshdan keyin paydo bo'lgan. Sabab murakkablik vaqt bilan portlaydi. Uchinchisi, murakkablikni odamlar nega tushunmaydi? Housel aytadi, kitob muallifi, murakkab o'sish sekin boshlanadi, keyin portlaydi deydi. Masalan, 1 yil deyarli sezilmaydi, 5 yil o'rtacha bo'ladi, 20 yil kuchli va 40-yilda eksplosiv, ya'ni shiddatli darajada kuchli natija yoki effekt berishi mumkin. Lekin ko'pchilik 2-3 yilda natija kutadi va taslim bo'lishadi. Bu faqat pul yig'ishda, pul bilan bo'lgan muammoda emas. Til o'rganishda, zalga, sport bilan shug'ullanishda ham bo'ladi. Tez natija kutishda bo'ladi hamma sohada. 4-inchi boylik formulasini keltirgan. Bu yerda kitobning yashirin formulasi katta daromad plus uzoq vaqt plus sabr va haqiqiy boylik deb formula bergan. Bu tez boyish istagi riskni oshiradi, o'yinni buzadi va murakkablikni to'xtatadi. Eng katta xato tezlikka oshiqish. Ya'ni ko'pchilik shunday qiladi, tez 2x qilish xohlaydi, katta risk qiladi, yutqazadi. Holbuki 8-10% barqaror o'sish 20-30 yil davomida bu juda kuchli natija berishini bilishmaydi. Murakkablik faqat pulga emas, bu tamoyil, odat, diqqat, bilim, reputatsiyaga ham qurilgan. Har kuni 1% yaxshilanish vaqt o'tib katta farq beradi. Adam O'rtada kitobida ham bu misol keltirilgan. 1% rivojlanish qonunidamidi shunaqa edi. Bobning eng kuchli gapi, ajoyib natija ko'pincha ajoyib daromaddan emas, uzoq vaqt davomida yaxshi daromaddan keladi deydi. Stabillik bilan ham katta boylikka erishish mumkin deydi. Misol uchun boshida aytib o'tganimizdek, farrosh qanaqa qilib $8 million gacha, umrining oxirigacha $8 million yiqqani haqida, ya'ni u stabil oylik ishlagan, farrosh bo'lgan va yoqilg'i shoxobchasida ishlagan. Sintez mos xulosa qiladigan bo'lsak, bu bobga sintez o'sish, challenge, katta sakrash haqida ko'p o'ylaysiz. Bu bobda shuni aytadi, sekin o'sishdan qo'rqma deydi, barqarorlikni saqla deydi va o'yinda uzoqroq qol deydi. Boylik siri vaqt, sabr, uzluksizlik. Bu 4-bob xulosa qiladigan bo'lsak, murakkab foiz eng kuchli kuch. Vaqt tezlikdan muhim. Ya'ni ushlab turish, tez boyish istagi xavfli, juda xavfli bo'lishi mumkin.
va barqarorlik, sabr bilan boylik yaratadi. O'yinda uzoq qolish bu yutish degani. Shu 4-ya'ni 4 bob xulosasi mana shu edi. Asosiysi bu sabr qilish deb o'tgan. Haqiqatan investitsiya qilsangiz ham katta investitsiya qilish shart emas. U yillar o'tib o'sadi. Muhimi taslim bo'lib qolmaslik va barqarorlikni yo'qotmaslik. Bu aytib o'tdim, faqat pul bilan bog'liq narsada emas, hamma narsada ishlaydi barqarorlikni saqlab qolish. Shu sababli kitob muallifi aytadi, o'yinda uzoqroq qolish bu yutish deydi. Shu videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda biz 5-bobni, ya'ni boy bo'lish va boy qolish farqini gaplashib o'tamiz. Bizning challenge'imiz ham davom etyapti. Ya'ni qanaqa challenge? Har kuni video chiqaryapmiz. Har xil yo'nalishda. Bugungi video shu pul psixologiyasini har bir bobini sharhlab chiqyapmiz har bitta videoda.